Assalomu alaykum hammaga. Kanalimiz a'zolari, mehmonlariga mana xudo xolasa Oltiariqdagi zavodimizda avtomat liniyamizni to'liq ishga tushirib topshirdik xudo xolasa. Ishlarimizni, mahsulotlarimizni chiqazib, mana quyib, klyonkalab, hammasini cho'tka qilib. Naqshlar chiqishi, ko'tarilishini qaranglar. Fırınlab ko'taryapti mana. Mana Doğrusa ishlarimizda qaytish, cho'kish degan narsa yo'q. Hammasi chiqib mana kesilib poddonga urilyapti mana ishlarimiz. Tashqariga olib chiqib poddonga solinyapti mana. Ishlarimiz hammasi chiqib bekami-ko'z chiroyli bo'lib. Poddonlar ham yetib kelgan, sirazi poddonga urib strechilanyapti. Mana. Mas benihoya go'zal bo'lib turibdi. Kimga mana shunaqangi liniyalar qiziq bo'lsa, shu ekran tagida raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'sh, hamnaqa yuladigan joylarga kelsak, bu qolip yangiligida hammasida bo'lib turadi. Bir 5 marta, 10 marta g'ish quyilgandan keyin yo'qoladi bu narsalar обязательно. Chunki mana qoliplar yog'langan, mana hali yog'ni o'ziga oladigan holati yo'q. Bunga quyilgan 5-10 marta yog'langandan keyin o'zi chiroyli bo'lib qoladi, xudo xolasa. Mana shu Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga qo'yilgan liniyamiz. Bir kunda 480 ta g'ish chiqarishga mo'ljallangan. Bu liniyamiz avtomat liniya. Ikkita liniya qilib ustanovka qilganmiz bu yerga. Transportyon lentalarimiz ishlab turibdi, hozir qumni olib chiqyapti, semenni tortib bo'lgan. Bundan keyin suvni tortishni boshlaydi. O'zi hech kim shitni oldida hech kim yo'q, o'zi avtomatik boshqaraveradi. Ular shunaqa liniyalar kimga qiziq bo'lsa, ekran tagida telefon raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.